Assalomu alaykum. Halil aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Mana universitetimda yuribman. Xudoga shukr. Oktyabr oyidan beri o'qiyotgan bo'lsam, o'qishlari, dars o'tishlari prям gap so'z bo'lishi mumkin emas. Ustozlarni bizga qo'yotgan keyri, har bitta tushunmagan narsamizga tushuntirib berayotgani, undan tashqari onlayn ham yordam berishyapti bizga o'zini platformalari orqali. Atmosferani o'zi o'quvchilarga boshqacha vibe beradi. Bu yoqda ko'ryapsizlar. Bu yoqda mana shu yangi o'quvchilar olib kelishgan, hamchi maktab o'quvchilarini ko'rsatishga. Shunaqa buildinglarning ichida maza qilib, vibe'ni his qilib o'qish bari boshqacha. Bu yerga kelishimga yordam bergan Everstudy kompaniyasiga, Xayrullo aka o'ziga juda ham katta rahmat. Menga o'z boshdan oxirigacha o'rgatganingiz uchun, ko'rsatganingiz uchun. Hozir mana Xudoga shukr. Yaxshi. Talabadan xuddi shunaqa o'tishlar eshitsam o'zim maza qilib yuboraman. Bu talabam Buyuk Britaniya Lester shahrida De Montfort universitetida o'qiydi. Agar siz ham Buyuk Britaniyada oliy ta'lim olmoqchi bo'lsangiz, menga murojaat qiling, qo'limdan kelgancha yordam beraman.